Xalqimiz san'atkor xalq, san'at xumar xalq. Mardan Abdukimning sadolarini anglaydi. O'zimning qiziqishi bo'lsa, ommabop naqshlari va xalq naqshlari. Meni bu musobaqa qatnashishimda faqatlam 3 xil sabab bor. Birinchisi, naqsh sohasiga kirishganda 2 yillik vaqtchi bo'pti. O'zimningki qanchalik naqsh yetishga alaydigan borligini bir bilib beqish. Hozircha bu naxsh kasbi bo'yicha ustozning ta'lim-tarbiya olmabdimi? Ustoz ko'rib bir ustozdan ta'lim olishga, ondan shu o'zimningki naqsh yetish talantini joriy qildigan keldim. O'zimningki bu musobaqaga ishonchim xili zo'r. O'zimningki eng yaxshi kayfiyatim bilan musobaqa qatnashaman. Söygendim borulla men seni dilde İlham öçmedi şotluk pırar Söygendim borulla men seni dilde İlham öçmedi şotluk pırar Pervamu kılmadım Miskin könglimge Boşqının kalbiga yandurup çırar Pervamu kılmadım Miskin könglimge Boşqının kalbiga yandurup çırar Örtendim yaş döküp icran utundan Yüreğim ezildi oldu tıkan Zarımdın tağlar mı geldiler ziger Yanıla pervasız yürüdün sen cana Sarımdın tağlar mı geldiler ziger Yanıla pervasız yürüdün sen canan
Gelmez bu hayatta sana uvali. Muhabbet kuchisi yoki shundoqmi? Gelmez bu hayatta sana uvali. Gelmez bu hayatta sana. Kesin. Assalomu alaykum. Mening ismim Mardon. O'zim Barchiq diyori Tumshuqdan keldim. Bu yil 24 yosh. Naqsha butun vujudingiz bilan ig'ir yenikova o'rindaldi. Uning ustiga naq maydon pianino bilan nayt ishqinlar moslashib o'zgacha uslubda mana naqshini nayt yaxshi o'rindadingiz. Men bak hayajonlandim. Bo'libmi eng oxirgi bir so'z. Oddiy uvalim. Tugidi. Naqshingizga rahmat. Naqshingizdan shunday huzurlandim. Siz chiqqan chog'da azroq jiddiylashib qoldingiz-ku deyman, azroq. Jiddilashdim. Shu jiddiylashgachga ovoz muqim bo'lmagandan keyin azroq qiyib ketgandan keyin shu bek ashak eslib turib qolyaptimi? Lekin siz bek haqiqatan yaxshi naqshchi. Onun ustiga olim inimiz bilan pianinoda naq maydonda o'qidingiz. Mana naq cheppasa Ajoyib peyza. Allohning naqshi degan alomat o'qidi. Yaxshi bo'ldi. İnimizden mandaq etişini ben rast oylamaptım. Ben hayacanlanıp durup örüldüm. Ben bu senin benim gruppamın kelişini halayman. Bunday bo'lsa sizning oxirgi tanlashingiz. Men tug'ilsam Abdulla akam bizning uyda bor ekan. Shu odamning tarbiyasini eptoq. Hozirgi shu odamningki ta'lim tarbiyasida mayli odamiylik bo'lsin. Keptoq. Yani şu Abdulla akam tanlasam. Buludu. To'g'ri tanladingiz. Mübarek olsun. Yurakni to'nuydi. Mardan Abdikim yuragini naqshda izhorladi. Va ustozi Abdulla Abdurim apandining yetaklashi bilan yangi esil kuylarni yangiritishga hozirlandi.